Abdurrahman ibn Avf, men hozir bir yaxshi ukamga aytib berdim. Bu barakangiz, boyligingizni siri nimada deb so'raganlarida sahobalar 4 ta narsada degan ekanlar. Ya'ni shu darajada salohiyatli, imkoniyatli, muvaffaqiyatli bo'lib ketganligini 4 ta sababini aytgan ekanlar. Birinchisi duo dedilar. Rasulullohning duolari dedilar. İşte mehnatda, kasb-korda yurgan yigitlar duo olinglar. Ota-onaning duosini, ustozlarning duosini, zaif, nochorlarning duosini. Rasulullohning duolaridan keyin toshni ushlasam yo tilloga yo kumushga aylanib qolsa kerak degan xayol kela boshladi. Alloh shunaqa baraka berib yubordi. Ikkinchisi halol bo'ldim dedilar. Haromga qo'l uzatmadim, halollikni payda bo'ldim. Uchinchisi qo'limda saxovat bo'ldi. Saxovatli bo'ldim dedilar. As-sadaqa tasuddu 70 baban min as-su. Bitta sadaqat, bitta ihson 70 ta balo eshigini yopadi. Shuning uchun xalqimizning tilida sadaqa raddi balo degan gap bekorga emas. To'rtinchisi o'zimning manfaatimdan elning manfaati. Chetdan mol olib keluvchilar, ishlab chiqaruvchilar mahsulotingizni narxini oshishligini xayolingizga keltirmaylar. Bizning mahsulotlarimiz ham sal narxi yuqori